Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Steven Aspinall yaqinda bo'lib o'tgan UFC Vegas 114 musobaqasidagi mag'lubiyat haqida shunday dedi. Xudoga hamdlar bo'lsin, chunki usiz men hech kim emasman. Men maydonga chiqdim va g'alaba qozonish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qildim. Lekin qilgan ishlarim yetarli bo'lmagani uchun men yana maydonga qaytaman. Bor kuchimni ishga solib, maqsadimga erishishga tayyorman. Men bu yerda bir sabab bilan ekanligimni ko'rsatish imkoniyati uchun UFC'ga va menga ishongan barchaga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va bundan hech qachon to'xtamayman. Bu umuman oson bo'lmadi, lekin men avvalgidan ham yaxshiroq qaytib kelaman. Barchangizni juda yaxshi ko'raman. Sevganingiz uchun, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun hammangizga rahmat. deya aytib o'tdi Steven Aspinall. Bu jangchiga do'stlar, hurmatim oshdi. Bu jangchini birinchi marta jangini ko'rdim. Lekin bu Steven Aspinall juda ham zo'r jangchi. Omad tilab qolamiz. Endi esa Mavsor Yevloyev Arman Sarukyan bilan jangga tayyor ekanini aytdi. Bayroq uning qo'lida. Bu ham yaxshi jang bo'lardi, lekin menimcha baribir u navbatini kutishga to'g'ri keladi. Keyin esa uni vazn tashlashni qanday uddalashini ko'ramiz. Aslida Arman yetarlicha mashhur jangchi. Shuning uchun u bilan jang qilish qiziqarli bo'lardi. Men bu insonga nisbatan hech qanday hurmatsizlik qilmayman. Biz yaxshi gaplashamiz, birga mashq qilamiz, ammo agar jang qilishga to'g'ri kelsa, men kim bo'libmanki jangni bosh tortadigan. Menimcha jismonan u pastroq vazn toifasiga tushishi mumkin. Lekin boshqa tomondan u bu vazn toifasida qanchalik samarali bo'lishi ham aniq emas. Chunki unga juda katta vazn tashlashga va keyin to'g'ri tiklanishga to'g'ri keladi. Ammo agar u bunga ishonayotgan bo'lsa va bundan qandaydir foyda bo'ladi deb o'ylasa, marhamat, bayroq uning qo'lida, men tayyorman, deb aytib o'tdi rossiyalik jangchi sport sharhlovchisi Vladimir Kaloska bergan intervyusida do'stlar. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Arman Sarukyan va Mavsor Yevloyev UFC'da jang bo'lsa kim g'alaba qozonadi? Grapplingda bo'lsa-chi? Bilamiz, Mavsor Yevloyev ham grapplingda juda ham kuchli jangchi. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar. Asosiy xabarlardan biri Shohasan Mirzamatov 2-aprel kuni bo'ladigan chempionlik jangiga tayyorligini va Pshevskidan kamarni tortib olishni reja qilgani haqida gapirdi. Men chempionlik jangi uchun uzoq yo'l bosib o'tdim. Hayotdagi turli vaziyatlar uni qo'lga kiritishimga to'sqinlik qildi. Ba'zi odamlar esa meni divizionda kimdandir qo'rqyapti deb ham o'ylashdi. Lekin men jangda hech qachon hech kimdan qo'rqmaganman va qo'rquv his qilmaganman. Bagdanga qo'llarini balandroq ko'tarib jang qilgan ma'qulligini aytaman. Uning katta boshiga zarba bera olmaslik qiyin bo'ladi, to'g'ri. Jang uzoq davom etmaydi lekin. Amaldagi chempion Toshkentda uxlab qoladi va men yangi kamarini o'zbek xalqiga sovg'a qilaman, deya aytib o'tdi Shohasan Mirzamatov do'stlar. Albatta, Shohasan Mirzamatovga omad tilab qolamiz, o'zbek jangchimiz. Siz ham kommentariyada Shohasan Mirzamatovga omad tilab qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Asosiy xabarga yetib keldik. UFC jangchisi o'zbekistonlik Nursulton Ro'zboyev Joaquin Buckleyni trenirovka qiladigan zaliga borganini aytdi. Videoni ko'ramiz. Kommentariyada o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, jismsizlar, charchamay. Hozir bir joyga keldim. Buckleyni zaliga keldim. Ziborda ekan mana. O'zi yo'q lekin o'zi maqda ekan. O'zi mana bu yerda ekan. Kallanki o'tib yuribdi-yu.